И почему, кстати, не дали пробить Садыкову? Хорошо получилось. Перехватили мяч. Разгоняем контратаку. Предлагайте Алиев. Он на грани. Пора уже. Мяч в штрафной площади. Давай, бей! Гол! Хасанов на 31-й минуте забивает гол. Выводит с Musaxonov oldinga borgan edi. Yaxshi uzatma. Mana bu yerda o'tdi, zarba uchun imkoniyat va gol! Zaxiradan maydonga tushgan Jamshidbek Rustamov gol egasi. Ajoyib harakat. Xato ketdi endi. Qarshi hujum. Hasanov kir alda. Deb endi. Ideal harakatlar. Hasanov hozir Shukrullah. hamma bittadan ursin dedi. Bu jamoa haqiqatan bir-biriga